Manaqa katta bochkalar bu nima bochka ekan deb o'ylanganlarga bu gazavlo mishalkalar. Bu yerda har xil 220 380 deb deyilgan har xil variantda zaxiralar qo'yilgan. Ben masalan ishlab chiqarish boshqa mashinalarga ko'p yil shoshilib qoladi. Ertaga indinga uni erta tayyorlab beraman degan narsalar bo'lmaydi. Qo'limizda zaxiramiz bor. Gazavlo liniyalar, umuman gazavlo komplektlarni O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Gazavlo komplektimizda manaqa mishalga suv yo'nchisi bo'ladi. Gazavloda bilasizlar issiq suv ketadi. Shuning uchun suv isitish uchun bunaqa suv bochkasi. Ozgina tagiga ko'tarib turib tagiga o'tyoqsa bo'ladigan kerak bo'lsa zakazga ichiga pechka ham o'rnatib beramiz. Ketada 110 litrlik shablon. Har safar 110 litrlik masalan gazavlo 110 litr ketadi bitta mishalkaga, rastor tayyorlashga bir qolipga. Shuni har safar o'lchash shart bo'lmagan. Tayyor shablon qilingan 110 litrlik suv bochka, uni isitish uchun ikkitadan tenti, elektrika montaj hamma yo'l bilan suv datchi, shlangalari, suv motorlari hamma yo'l bilan bunaqa suv yo'nchisi. Mana ikkita qoliplar. Ko'rasizlar, burchaklari umuman ochiq emas, hamma taraflari juda yaxshi variantda qilingan. Geometriklar burchalarni yopish shart bo'lmagan qolipdan ikkita dona bo'ladi. 12 tadan bo'lsa 24 ta chiqadi. Endi kuniga issiq kunlarda 2 marta qilsa ham 48 ta chiqadi. Qo'shimcha qolib qo'shish bu mana mishalda kuniga 1000 taga bemalol ulgib beradi. Shuning sababi uchun transport tayyor bo'ladi. Endi xohlasa 10 lik, xohlasa 20 lik kessa bo'ladigan mana universal reskasi va uni kesish uchun mana troslik arrasi bo'ladi. Mana mishalkasi. Bu mishalkalarga ko'ra o'ta yengil aylanadigan, yengil yuradi. Hozir bizga montaj qo'yganmiz. Xohlasangiz 380 ga beriladi. O'qlarni ham juda qalin materiallardan qilyapti. Mana zakarlar bo'lganlar, stenlari ham juda qalin. Mishalkani ravon aylanishligini juda bunga muhim. Agar ozgina o'tdi yoki sal qiyshiq bo'lsa ham, mishalki uchun birpasda motor ishdan chiqadi. Bunga yangi motorlar qo'yilgan. Hali o'rtoqda eski motorlarimiz, yangi korobka masla motorlar qo'yiladi. Bu yangi motorlar afzalliklari, masalan, ertaga 220 da ishlaydigan bo'lsa, kondensator bilan narigi eski motorlar yarim jon bo'lib ishlaydi kondensator bilan. Bunda 220 dan 380 dan benuqson ishlaydi. Agar 400 past bo'lsa, liboy elektrikaga zarari borki, lekin agar 220 400 bo'lsa, muammosiz bir xilda aralashtirib beradi. Bu komplektimiz 1,5 ming dollar. Hozirgi kundagi narxi dastlabki adresga qarab, endi qo'shimcha qolib 10 talik avtomat reskalik, 10 ta 15 ta qoliblik, 20 ta